Assalomu alaykum hurmatli kitobxonlar. Jizzax viloyat axborot xona markazi umumiy o'quv zali kitobxonlar uchun xizmat ko'rsatib kelmoqda. O'quv zali sektori kutubxonamizning 2-qavatida joylashgan bo'lib, bir vaqtning o'zida 70 nafar kitobxonga xizmat ko'rsatadi. Hozirgi kunda sektorning umumiy fondi 830 nomda 655 nusxadan iborat. Bulardan tashqari, respublikamizda, viloyatimizda hamda xorijiy davlatlarda chop etiladigan 30 nomdagi oynoma, 25 nomdagi ro'znomalardan iborat. Umumiy o'quv zali fondida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev asarlari, O'zbekiston milliy ensiklopediyalari iborat. Bulardan tashqari, o'quv zalida kutubxona funksiyalarini elektron shaklda bajarishga xizmat qiluvchi zamonaviy Unibook Smart Stand qurilmasi ham faoliyat yuritmoqda. Ushbu qurilma orqali foydalanuvchilar adabiyotlarni qabul qilish, ulardan foydalanish muddatini uzaytirish hamda adabiyotlarni rasmiylashtirib olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Yoshlarning ma'naviy dunyoqarashini shakllantirish, muhim sanalarni yodga olish maqsadida muhim va unutilmas sanalarga yozuvchi va taniqli insonlarga bag'ishlab muntazam ravishda adabiyotlar ko'rgazmasi tashkil etib boriladi. Yosh avlodni adabiyot tanlashda yo'l yo'riq ko'rsatish va ularga yaqindan ko'maklashish biz kutubxonachi xodimlarning eng muhim va sharafli vazifalarimizdan biridir.